Salom qadrli do'stlar. San'at g'unchalar deb nomlangan navbatdagi ko'rsatuvimiz efirda. Biz o'tgan ko'rsatuvimiz efirga chiqqandan so'ng sizlardan juda ham ko'plab maktublar oldik. Ko'pchilik teletomoshabin do'stlarimiz Navoiy shahri Andijon oblast Moskva rayonidagi Navoiy nomli kolxoz klubi qoshida tashkil etilgan Gullola raqs ansamblining chiqishi manzur bo'lgani haqida yozib yuborishgan. Biz barcha xat mualliflariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yaqinda muxbirimiz Buxoro oblast Navoiy rayonidagi 24-maktabda bo'lib qaytdi. Bu maktabda ham havaskorlik to'garagi ishlari yaxshi yo'lga qo'yilganligi kishini quvontiradi. Bu haqda siz ko'rsatuvimiz davomida o'quvchilarning o'zlaridan eshitasiz. Hozir esa ana shu maktabning qizlar vokal ansambli ijrosida Ona yurt qo'shig'ini tinglang. Bolalar bir-birlari bilan ahil, inoq bo'lib yashaydilar. Shuning uchun ham ularning barcha darslardan o'zlashtirishlari yaxshi. Maktabda turli to'garaklar, fakultativ mashg'ulotlar tashkil etilgan bo'lib, unda o'quvchilar darslardan olgan bilimlarini mustahkamlaydilar. Shuningdek, yuqorida aytib o'tganimizdek havaskorlik to'garagi mashg'ulotlari ham muntazam olib boriladi. Bu yosh kollektivga yosh iste'dodli sozanda Fazliddin Bo'ronov rahbarlik qiladilar. Fazliddin aka, to'garak ishlari hamda o'quvchilaringizning san'atga bo'lgan munosabatlari haqida gapirib bersangiz. O'quvchilarimning ko'pchiligi ashlo va muzika darslariga qiziqish bilan qaraydilar. Ular to'garak mashg'ulotlarida muntazam ishtirok etib boradilar. To'garakda o'rgangan ko'p qo'shiqlarni maroq bilan kuylashadi. Shu bilan birga har yakshanba kuni bo'ladigan birgalikda kuylaymiz teleko'rsatuvini maroq bilan ko'rib boradilar. Bu ko'rsatuv bizga juda qo'l kelib qoldi. Fazliddin aka, repertuarlaringiz haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Bizning repertuarimiz asosan o'zbek kompozitorlarining bolalar uchun yozgan qo'shiqlardan iborat. Bugun biz tayyorlab kelgan qo'shiqlarimiz shular jumlasidandir. Bo'lmasa navbatni yana shogirdlaringizga bersak, qizlar vokal ansambli Diyorimsan qo'shig'ini kuylab beradi.
Redaksiyamiz ijodiy xodimlari respublikamizning ko'pgina rayonlarida, shaharlarda bo'lib turishadi. Ular maktablarda, pioner uylari va saroylarda bo'lib, endigina san'atga qadam qo'yayotgan tengdoshlaringizning ijodi bilan tanishadilar. Hamma yerda ham bir xil ahvol. U ham bo'lsa, o'g'il bolalarning xor kollektivlariga, vokal ansambllariga qatnashmasliklari, qatnashsalar ham juda ham oz miqdorda. Fazliddin aka, bu masala borasida sizlarda qanday yo'lga qo'yilgan? Juda to'g'ri aytdingiz. O'g'il bolalarning juda ko'pchiligi darsdan bo'sh vaqtlarini behuda o'tkazadilar. Behuda o'yinlar bilan ovora bo'ladilar. Maktabimiz o'g'il bolalari esa bu ishga juda ijobiy qaraydilar. Bizning to'garagimizda ko'pgina o'g'il bolalar ishtirok etishadi. Ular darsdan bo'sh vaqtlarda biz to'garakda qatnashib, o'z ovozlarini chiniqtirib boradilar. Ularning yuraklarida, kelgusida, ko'pchilikning yuragida kelgusida san'atkor bo'lish orzusi yotibdi. Chunki har qanday san'atkor ham birinchi ilk qadamni maktab ostonasidan oladi. Albatta. Ansamblda Sevdiyor Ochilov, Farhod G'afforov, Ahror Abdullayev singari a'lochi, jamoatchi o'quvchilar ko'plab topiladi. Mana mening yonimda maktabning 8-sinf o'quvchisi Ahror Abdullayev o'tiribdi. Ahror, sen to'garakka qachondan beri ishtirok etasan? Men 3 yildan beri to'garak a'zosiman. Men 3 yildan beri to'garak a'zosiman. Shu yillar ichida Fazliddin akam bilan bir qancha qo'shiqlar o'rganib oldim. Maktabimiz o'quvchilari qardosh respublika bolalari bilan do'stlik aloqalarini bog'lashgan. Ular o'z maktablarida o'qishlari, qilayotgan ishlari, oilalari haqida so'zlashgan. Ular o'z tillarida qo'shiqlarni hadya etishgan. Men hozir o'rtoqlarim bilan birgalikda Oftob yaxshimi, odob yaxshimi qo'shig'ini kuylab bermoqchiman. Juda yaxshi, qani marhamat. Odob
Viloyat Sodiqova bilan Isroya Xudoberdiyevalar maktabning 8-sinf o'quvchilari. Ular ham Kapalak ansamblining aktiv a'zolaridir. Ularning chiqishlarini maktab sahnalarida, dala shiyponlarda, rayon ko'riklarida iliq kutib olmoqdalar. Bugungi ko'rsatuvimizga bu ikki digoni O'zbekiston deb nomlangan qo'shiqni tayyorlab kelishibdi. Marhamat qizlar, navbat sizlarga. Kapalak qo'shig'ini ansambl a'zolaridan Hamida Ochilova, Habiba Umarova va Gulbahor Esonovalar aytib beradilar.
Kapalak ansamblining tashkil topganiga hali ko'p vaqt bo'lgancha yo'q, lekin shunga qaramay ansambl a'zolari bir muncha yutuqlarni qo'lga kiritdilar. Ular rayon ko'riklarida, turli madaniy marosimlarda ishtirok etib, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lmoqdalar. Hozir esa qizlar vokal ansambli 15 Tamiz beshodlik qo'shig'ini ijro etadilar. Keyingi yillarda respublikamiz miqyosida o'tkaziladigan ko'rik-konkurslar an'anaga aylangan edi. Endilikda esa bunday tadbirlar o'tkazilmay qo'yildi. Men bu borada maktab o'quvchilarining san'at bayramini ko'zda tutyapman. Fazlina aka, bu borada siz nima deysiz? Juda to'g'ri. Keyingi 2 yillar mobaynida respublika miqyosida san'at bayramlari o'tmay qoldi. Lekin bizda rayonda har yil o'tyapti. Mana shu yil ham rayon xalq ta'limi bo'limi mudiri Nurbay aka Xudoyorov o'zlari tashkil qilib san'at bayramini rayon miqyosida o'tkazdilar. Faxrli o'rinlar belgilandi maktablarga, o'sha maktablar taqdirlandilar. Endi qani shu oblast miqyosida, respublika miqyosida o'tkazilsa juda yaxshi ish bo'ladi, lekin qolib ketdi shu narsa. Shu bilan birga televizor orqali dildan kuylab, o'ynab, quvnab degan bir telefestival bo'lar edi. Shu festival ham keyingi vaqtlarda ko'rinmay qoldi. Shuni tiklasalar juda yaxshi ish bo'lardi. Fazlina aka, ansambl oldida turgan muammolar ham bor-da. Albatta, maktablarda ashula darslari, to'garaklar faqat muzika o'qituvchisiga tashlab qo'yilgan. To'garak ishlarini olib borish uchun xormestrlar, muzika rahbarlari, shtatlari berilsa, bu juda ham ma'qul ish bo'lardi. San'atimiz yanada ravnaq topardi, oldinlab ketgan bo'lardi. Shu bilan birga mana maktablar, ko'pchilik maktablarda cholg'u asboblari, texnik vositalar, muzika, estetika xonalari tashkil etilmagan. Bular ham ta'minlansa, ayni muddao bo'lar edi. Sizlarda bunday muammolar hal etilgan shekilli? Ha, bizda hal etilgan. Mana biz Gigant sovxozi territoriyasida turamiz. Gigant sovxozi huzurida Oblast Lenin Komsomol mukofotining laureati Yulduz ashula va raqs xalq ansambli faoliyat ko'rsatib turmoqda. Biz mana shu ansambl bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz. Mana bugun shu yigitlar shu ansamblda ishlashadi. Bugun bizga yordam berib turishibdi. Biz juda minnatdormiz bu ansambl yigitlaridan. Rahmat. Endi esa Surayyo Xudoyberdiyeva ijrosida Do'stlar jamoli qo'shig'ini tinglang. Dilimda quyoshday jamolim, quvonchim sari baland jamolim.
Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham tugab qoldi. Ko'rsatuvimiz nihoyasida biz Kapalak ansambli a'zolariga yuksak parvozlar tilab qolamiz. Siz qadrli teletomoshabin do'stlar bilan esa yana efir orqali uchrashguncha xayr. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni yozib yuborishni unutmang.